Hürmetli vatandaş, endi yüzümüzü yine koyup bir fikir kılaydık. Bu leksiyelerini sözlep, vaziyetini sözlep geldik. Vaziyet izchillikka ega bo'ldi. İzchillik olay, yani şundaqlı izchil neticeге ega bo'lib kelyapti. Buningdan ba'zi Prezident Trumpning Jungo qaratgan siyosatining izchillikka ega ekanligini ko'rib yetdik. Biz boshda aytganda nima dedik? Tamning o tarafiga o'tdik yoki birinchi bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tdik degan gap. Bosqichdan bosqichga o'tganda hozir Prezident Trumpning Jungo qaratgan siyosati texmi kaskinlashdi degan gap. Avval 7-ayning 6-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari tunji bo'lib, Jungoga 34 milliard dollarlik Jungodan import qilingan tovarmallarga boj qo'yishni chakarlagandan keyin bu shu kunli ijro qilingan yo'lga qo'yilgan edi. Uning kaydini Jungo hukumati 34 milliard dollarlik tamojna, Jungodan import qilingan tovarmallarga tamojna beji qo'yishni qaror qildi. Endi o işte 34 milyardlık tügüdü, endi bunun kelgende 8-ayning 23-kuni sizlarga biz boshda aytdik. Jungoning Savdo ministrligining ma'mur ministri Wang Shouwen yetakchiligidagi suhbat vakillari umiga Amerikaga yetib kelib, 23-kunidan 23-kunigacha Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo ministrligining ma'mur ministri David Malpass bilan savdo ve ticaret doğrusu sohbet ötküzüldü dedik. Bugün del 23 şu sohbet ötküzülüyordu. Del maşındaq çağda Prezident Trump neme dedi? Mening Jungo bilan qiladigan bu savdo tamojna masalasidagi savdo tamojna beji ve savdo talash tortishlar to'g'risidagi bu ish uzun muddatlik dedi. Prezident Trump shundoq dedi. Endi kelayli savol qo'yayli. Uzun müddetlik tamojna beji talash tortishi ve savdo talash tortishi Jungoning iqtisodi zada qancha vaqtgacha yor beralaydi? Qancha vaqtgacha put tirab tura oladi? Jungo iqtisodi put tirab turaligida ko'chki ve asosga egami? Siz shuni bilib oling-ki, Jungoning qizil hokimiyati bu yerda xalq uchun hokimiyat emas. Xalq uchun davlat yoki davlat boshqarish emas. Bu xalq deydigan xiyoli, deydigan Jungoning hukumatining xiyolidimi yo'q. Bu hukumatni siz uning qo'lidagi harbiylarni qurolliq atrat, ya'ni qurolliq tashkilot desangiz bo'ladi, ma'lum maqsad uchun. Ya'ni paraxo'rlar, xiyonatchilar, chiriklashgan amaldorlar uchun xizmat qiladigan qurolliq tashkilotlar. Jungoning soqchi qo'shinlarini ham shundoq xiyonatchilar, chiriklashgan amaldorlar qo'g'daydigan, shuning manfaatini qo'g'daydigan, ya'ni manfaat erishgan guruhlarning manfaatini qo'g'daydigan qurolliq kuchlar. Jungo shu, uningdan boshqa ish yo'q. Bu yerda xalq degan gap yo'q. Xalq eg'izdagi gap. Qarasangiz gazetning nomi Xalq gazeti. Sot ve adliyaning nomi Xalq soti ve adliyasi. Nomda shuna qo'yilib olgan. Bu yerda xalq uchun xizmat qilgan hech narsa yo'q. Endi kelayli, besim. Chetdan kelayotgan besim shu yerda turib tursin. Chetdan kelayotgan besim shu yerda turib tursin. O'zingizning davlat ahvolida o'zgarish bo'ladigan mushundaq bir davrga kirganda odamlarning iddiasida, masalan harbiy qismdagi askariy qismlarning iddiasida, jamiyati fuqarolarning iddiasida, hatto o'zingizning markaziy komiteti Jungnan Xayda rahbarlarning iddiasida qandaq o'zgarishning bo'ladiganligini, qandaq davolg'ishning bo'ladiganligini va sizga o'qitirmagan boshqalar o'qitirmagan holda qandaq tayyorlikning bo'ladiganligini, qandaq taslim bo'lishning shaklini tanlab oladiganligini dastlabda u iddiyasida. Eningdagi nima ishlarni qilishga jur'at qila oladiganligi, nima ishlarni qilishga jur'at qila olmaydiganlik mushundaq bir ahvolda butun mamlakat fuqarodan tortib markazgacha, rahbardan tortib rais Xi Jinping podshohigacha hammasi hozir davolg'ishlik ichida, titrashning ichida, ikkilanishning ichida, nima deyishni, nima demaslikni qaror qilolmayotgan ahvolda rais Xi Jinping nim debdi? Amerika Qo'shma Shtatlari, sen
23 күнден башлап 160 миллиард долларлық Жүңгуден импорт қылынған туар малларға баж құйдыған болсаң, мен шындақ 160 миллиард долларлық туар малларға баж құйман. Бияздегі баж құйы ішкі дәулеттің отырысыға пәріғіні айырып ақайлы. Мәселен, біз сіләг лексияды сөзілдік, Америкадан Жүңгуның базырғы кірдіған туар маллаға қойылдыған баж. Яғни, məxsus bir maşina Amerikadan Cungu'nun bazarı kırılgan maşinaga Cungu taraftan koyduğun tamamını beci 25 benden yoki 25 dollar. Cungu'dan Amerika kırılgan maşinalarga Amerika'nın koyduğun beci tamamını beci 2 milyar. 2'de 5 yuan. Avusu 25. Busu 2 koy 5 mi? Amerika 2 koy 5 mi? Yoki 2 dollar 5 deyin baj qo'ydi degan farq mana shunday. Buni taktini so'rish desangiz, vatandosh oxiri fuqaroning manfaatiga berib taqalamda yo'q. Sen masalan Amerikadan kirgan bir mashinani 25 dollardan tamoyda beji qo'ysang Jungo, bu mashinani jamiyatga elib chiqib Jungo fuqarolariga qancha pulga sotsa. Demak sen fuqarolarni ezib otamsan yoki fuqarolarga farovonlik, boylik, rahat, bəxt və başqa saadətlərdə bəxt qılıb atamsan. Sen onun yan çıxıdıq pulunu tatı olasan. Bulavat qandak bulavatsan demək. Nemiş fərq var? Senin 25 dollar, Amerikanın 2 dollar 5 deyil. Muş arlıqdaki bajdın muşu fərqidən qarısan, sen xalqınğa qandaq muamele qılıb atsan, Amerika xalqıға, özdən xalqı qandaq muamele qılıb at. Hazır soda talaş tartışım şey geldi deyli. Mana muş ahval. Endi Xitoy hukumat hozir xalq pulini, masalan Xitoyning pulini kontrol qilmadi. Bir kuni qo'yib turib, bir kun yig'ib olganda qilib, hozir 7 yuan yetib keldi xalq puli. Mush orqali Amerika Qo'shma Shtatlari qo'ygan tamojdan bejining o'rnini to'ltib olmoqchi, ya'ni pulni pahalashtirish orqali bu to'ldirib olmoqchi bo'ldi. Buning uchun hozir prezident Tramp faqat g'azablandi. Bugungi ishlardan qaragan vaqtda Soğudun uzun müddetli uğurlaştığında demek adakça, zaten maksat ki yetkçe, tamojda beji meselesi, Soğuda talaş tartış meselesi, Jungo ile Amerika oturusu tügemeydi. Hoş, biz kayıtıp verip ne mi dedik? Hazır Amerika'nın besin meyada kayıtıp dursun değil, turup dursun değil. Jungo sen bu siyasetki mecbur bulup, üzerinin siyasi özgürtüş kirgende. Mesela sen mi 160 milyar dolarlık Amerika'dan import kılınan tuar mallar baj koyuş ötkende, cemiyetinde nemi özgürlüş yolu? Yok kurdu biz tahlil kıldık. Senin hakimiyetin hazır kayısı ahval. Qarğanda sen hazır Amerika qattiq muamele qilishini tanlab oldi. Mesela Hanzul'da Chimpokong davatıdı, başkalar davatıdı, başka tahlilçiler Hanzul davatıdı. Agar sen qarşılaşadigan bo'lsang, vaqtini taslim bo'lmay qarşılaşadigan bo'lsang, bütün Jungo xalqini 1 milyar 300 milyon deyilgan Jungo xalqini vayrona qilasan. Reis Xi Jinping siz efendi hazır mushu kunda Amerika bilan talash tortishda davamlaştırışqı cüret qilgan bel bağlagan bolsanız bugün körüp beqinga siz vekiliniz, soda vekiliniz Wang Shou'ni avatsizsiz Washingtonda o kişi söhbet qılıvatıdı. Prezident Trump sizga 160 milyar dollarlık tamojda beji qo'yilgan tovar mallardan baj elish siyosatini yo'lga qo'ydi. Demak Prezident Trump başta nima dedik? Prezident Trump halamaydi. Jungo ile Amerika oturusunda bu söhbetin bo'lishini ve bu söhbetin neticeye erişini Prezident Trump halamaydı degeni tok o'tganki leksiyamizda bugün ham shundoq bo'ldi. Bu yerdagi Wang Shou'ning söhbeti yoki uning Washingtonga kelishi, savdo, iqtisod, tijorat söhbeti degan narsa bu bir rasmiyatchilikli bo'lib qoladi qanda. Xo'sh, mishak keldi. Hozir Jungo'ning ichki qismi mesela iqtisod masalasi. Biz o'tgan dedik-ku. Agar vaqt ching tutulib, Jungo hukumati, yani ching tutulib degan so'z taslim bo'ldi deganga. Taslim bo'ldi men hammasi bu ish taslim bo'ldim deganga. Sen hammasi bu ish taslim bo'lmasang, oxirgi hisobda Jungo vayrona bo'ladi degan gap hurmatli vatandosh. Endi sizlar mana qaranglar, bugun at degandagi mavzular mana qarab etinglar. Birinchi nima deydi? Amerika Jungo'da asası iqim xalq rayi birlik geldi. Hem Jungo xalqının hem Amerika xalqının xalq rayi birlik geldi. Prezident Trump'ның soğudu uğraşını birlikte qo'lladı. Biz nima dedik?
Prezident Trump'ın soğudu uğraşı başlayan soğudu uğraşı hem Cungo halkı paylık hem Amerika halkı paylık. Demek Prezident Trump'ın soğudu uğraşını birlikte kolladı. Aptori Chimpokong. 8. ayının 23. günü. Bu Xitayning jangovar tahlilchisi var. Tanqidchisi, obzorchisi. İkinci, Jungo alohzada bo'lib ketdi. Jungo ansiraydigan bu ish oxiri yuz berdi. Biz bosh tahlil qildik. Hozir Jungo jamiyati, hukumat, davlat apparati, davlat mashinasi, Junlanxay hammasi alohzada bo'lib ketdi. Oxiri Jungoda ansiraydigan ish yuz berdi. Tugide keyfiyatim öşte keçirinler vatandaşım. Vakıraydıgan maşını gip kaldı keçirinler. Kiler katılırlık siyasi görüşeyle vatandaş.